Plazma olganingizda nechanchi kun katoshka bo'ldi? 3-4 kun bo'ldi? Taxminan 4-chi kundan boshlandi. Yaxshigina katoshka bo'ldi. Qo'rqdingiz-a? Qo'rqdim. Chunki syomka jarayonida band edim. Esimda bor edi, qizim seriali. Yuzim qizargandi. Bari endi biz tonalka ishlatamiz, ustidan upa surkamiz. Bu yaqin kadrda yaqqol ko'rindi, bilindi. Voy deb qo'rqib ketgan holatlarim ham bo'ldi. Lekin keyin taxminan 8-9 kunlarda o'ziga qaytib, o'sha boshqa rang, boshqa o'sha chehra baribir ham o'zini ishini ko'rsatdi. Sizda o'sha 10 kun, 20 kun ichida to'liq ishlab bo'ldi. 20 kunga ham bormadi. 10 kun, 2 hafta, 4 kuncha taxminanda. 2 haftada tiklab bo'lindi. Bu-chi, bilasizmi, qachon 2 haftada tiklab bo'linadi? Qachonki o'ziga